motoblok olmoqchiman. Uyga xo'jalikka ishlatish uchun motobloklarda ichida xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeldagi 7 ot kuchli TX motobloklarini eng katta usulinli 450 talik korobkali varianti va balonlari shiroki variantidan olaman deb yurgan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX motobloklarimizni usulinli korobkali variantlari va balonlari shiroki variantlaridan yetib keldi akalar. Xo'p, bu motobloklarimizni oddiy prosto 7 ot kuchli motobloklardan farqi bu motoblogimizni reduktori eng katta usulinli 450 talik varianti hisoblanadi. Motoblogimizni yoqilg'i turi benzinli bo'lishiga qaramay, e'tibor berishlaringiz mumkin. Quvvatini oshirish maqsadida balonlarni shiroki variantlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Aravalarda yuklarni toshishda va undan tashqari pluglarni tortish uchun mana shu turdagi balonlardan bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Kimga mana shu turdagi TX motobloklarini original 450 talik korobkali va eng usulinli variant kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizda assortiment juda ham ko'p akalar, e'tibor berishlaringiz mumkin. Hamma motobloklarimizdan bor, lekin bu motobloklarning ichida eng baquvvati va eng moshnisi akalar TX firmasidan 7 ot kuchli xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeldagi benzinli motoblogi hisoblanadi. Motoblogimizni hozir sizlar bilan qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarini va narx-navolarni tanishtirib o'taman. Kimga mana shu turdagi motobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga o'zimning nomerlarimni qoldirib qo'ydim. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu motobloklar uchun endilikda komplekt holatida mana shu turdagi universalni akalar, xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz balonlarni iziga ham olib ishlatiladigan universalni pluglarimizdan ham yangi partiyalari yetib keldi. Xo'p, bu motoblogimizni hozir sizlar bilan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni tanishtiramiz va video davomida universalni plugimizni ishlash jarayonlarigacha va TX motoblogimizni yerning ichida frezada yer haydashlarigacha ko'rsatib beramiz akalar. Video manfaatli va foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Xo'p, motoblogimizni ma'lumotini berishdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik akalarimiz bilgan TX firmasidan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli motoblok. Motoblogimizda motor qismi 170 motor moy datchili variantidan bo'ladi akalar. Va motoblogimizda yurgizish joylari zavodni orqali yuradigan varianti hisoblanadi. Motoblogimiz sohatiga juda ham ekonomishni, boshqa turdagi 7 ot kuchli motobloklar sohatiga 700-800 1 litrgacha benzin rasxod qiladi, lekin bu motoblogimizni boshqa motobloklardan farqini qilib, usulinli eng sifatli bo'lgan yaponskiy karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu degani sohatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladigan ekonomishni paplovoylari katta qilib ishlangan karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz akalar. Bu motoblogimiz aytib o'tganimda sohatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda moy datchili varianti deyilgan akalar, agarda motordagi moy suyulib, kamayib yokida o'z sifatini yo'qotadigan bo'lsa, motoblog o'zi avtomatik o'chib olish funksiyalari bor. Motoblogimiz
e'tibor berishlaringiz mumkin. Motor qismiga shuncha yaxshi ahamiyat berilganligi uchun reduktorlarni ham usulini qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Usulini deyishimizga sabab mana shu turdagi shiroki balonlarni va undan tashqari orqasida pluglarni va o'zini komplektli frezalarni tortishligi uchun va undan tashqari orqasida qishloq xo'jaligi vomlarni ishlatishligi uchun ichkari tomondagi shesterna o'qlari, bloklarini qalin bloklardan va ichidagi shesterna o'qlarini eng sifatli original modellaridan qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, qishloq xo'jaligi vomlari uchun bemalol o't o'radigan jatkalarni ham ulab foydalanishlaringiz mumkin. O't o'radigan jatkalarda qanaqasidan bo'ladi degan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu ham mana 7 ot kuchli benzinli o't o'radigan jatka. Mana shu jatkalardan keyinchalikda kim qo'ydirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ustanovkasigacha qilib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ustanovka jarayoni va 7 ot kuchli motoblok bilan TX motoblok bilan o't o'rish jarayonlarini ham ko'rsatgin deb kommentariyada kim ko'p kommentar yozadigan bo'lsa, xudo xolasa sizlarga o't o'radigan jatkalarni ham ustanovka qilib videolarigacha chiqarib beramiz. Xo'p, hozirgi paytda bu 7 ot kuchli TX motoblogimizda oldiga 2 ta skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz rollari uzun varianti, o'zingizga moslab, ko'tarib, tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Orqasiga turgan pluglari esa aytib o'tganimdek ham plug vazifasini bajarib bera oladi, ham agatlarni olish uchun jo'yak oladigan va undan tashqari kartoshkalarni kavlashdan ham foydalanishlaringiz mumkin. Legirovka bo'ladigan. E'tibor beringlar, xohlagan tomoningizga balonlarni iziga ham olib ishlatishlaringiz mumkin. Mana shu turdagi universalniy pluglarimiz ham har xil assortimenti bor, kelib bemalol tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Barcha turdagi motobloklar uchun ustanovka qilsangizlar bo'ladi. Xo'p, bu motoblogimizni hozirgi paytda xohlaganlar uchun mana shunday shiroki balonli variantlardan qilib beryapmiz akalar. Xohlaganlar uchun o'zini zavodskiy holatida mana shu turdagi balonlari bilan komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Hozirgi paytda motoblogimizda eng usulli 450 talik korobkali variantini komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalari bilan narxini 4.500.000 so'm baho aytilyapti. Aytib o'tilayotgan narxlardan kami bor, kesalarini tushib beraman. Va undan tashqari mana shu turdagi shiroki balonlardan qo'ydirib olmoqchi bo'lsangiz, hozirgi paytda bu shiroki balonlarimizni 400.000 so'mdan boshlab akalar 800.000 so'mgacha qo'yib berish imkoniyatlari ham bor. Xohlaganlar o'zini zavodskiy balonlari bilan ham olishlaringiz mumkin. Mana shu turdagi 400 ga 10 balonli bo'ladi. Xohlaganlarga mana shunday shiroki balonli variantlardan qilib bera olamiz. Xo'p, aytib o'tganimda komplektiga mana shu o'zini 8 talik freza, 1 yil garantiya va o'zini zavodskiy 400 ga 10 balonlari bilan komplekt holati 4.500.000 so'm. Xo'p, orqasida turgan universalniy plugimizning narxi esa hozirgi paytda 600.000 so'mdan boshlab 1 million so'mgacha variantlari bor. Kelib bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Bularda listlarni qalin yupqaligi va legirovka bo'lish bo'lmasligiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Undan tashqari motobloklarda har xil assortimenti bor. Kelib bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda eng arzon modeldagi 7 ot kuchli motobloklarda 2.800.000 so'mdan boshlab 5 million so'mgacha 7 ot kuchli motobloklardan sotib olishlaringiz mumkin. Va motobloklar uchun komplekt holatda xohlaganlar aravalari bilan, xohlaganlar yo'nkislari bilan va undan tashqari boshqa turdagi agregatlari bilan ham komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimizni so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i Agro Servis do'koni akalar. Mana shu turdagi texnikalarda eng arzon joyi va optim bazasi hisoblanadi. Shuning uchun videoga like bosmagan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying. Kelganingizda hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham motobloklarimizni narxini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.